Bitta bolachani ko'rsataman. Mayli qo'lingiz ushlasin. Bu bolachamizning ismlari Imron. Qo'llarini ko'rishingiz mumkin. Mana bu montaj emas, bu haqiqiy video. Bu ko'karib ketgan qo'llar. Bu qo'lni ham ko'rishingiz mumkin. Qo'l ko'karib ketgan, qo'lni qarang, muzdek. Va bolani o'zlarida ham butun tana ko'karib ketgan. Nimaga? Qon aylanish yaxshi emas. Yurak juda ham sekin ishlayapti. Biz professional kameralarda video olib, montaj qilib chiqarishimizga 1 kun 2 kun vaqt ketadi. Lekin hozir bolada bu vaqt yo'q. Hozir oila a'zolari shu yerda o'tirishibdi. Biz Sampi больницасidamiz zudlik bilan erta o'zida operatsiyani boshlashimiz kerak. Shunchaki mana shu videoni ko'rayotgan odam qo'lingizdan 1000 so'mmi, 5000 so'mmi qancha kelsa ham yordam qiling. Shunchaki befarq shundan o'tkazib yubormang. Arzimagan bitta ichimlikni puli. Agar siz tasha olmasangiz 2 dona yaqin do'stingizga yuboring. O'rtoq, do'stim yoki dugona yoki yaqinim shu bolani ko'rding. Shunchaki siz ehson qila olmasangiz kimdir ehson qiladi. Menga obuna bo'lmasangiz ham mayli. Men uchun emas. Mana shu bola uchun qo'lingizdan kelgancha yordam qiling. Men har bir holatda sizlarga yoritib ko'rsatib beraman. Har bitta hisobotni, har bir kundiga jarayonni, operatsiyani, har bitta narsani qo'yib boraman. Shunchaki siz ham befarq bo'lmang. Hammalardan faqatgina Imron uchun yordam berishinglarni so'rab qolaman. Barcha ma'lumotlarni opisiyaniyada to'liqroq qilib yana ham yozib qoldiraman. Videoni shunchaki ko'proq insonga yuboring. Siz ham hissa qo'shing, yordamga iltimos.